Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa navbatda ishlarimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Bulovoch tumaniga qo'yganmiz buni ham. Uchtepa qishlog'iga. Xo'p. Bu yerimizning uzunasi 10,5 metr bo'lgan. Ustullarimiz orasi 260 dan, bo'ylari 280 bo'lgan. Xo'p, bu yerimizni 4 ko'z qilib, o'rtadan bittadan ochib berganmiz. Taglariga alkifon qo'yib berganmiz. Tepadan bitta porchka ham qo'yib berganmiz. Ustullarimizni har doimgidek alkifon bilan o'rab o'tganmiz. Olasa ko'rishinglar mumkin. Keyin bu yerimizga eshik qo'yib berganmiz. 2 qanotli. Birov 40 ga 70 dan qilib qanot qilib berganmiz. Qanotlarni ham balkon profildan qilib berganmiz. Ustullarni ham balkondan qilib berganmiz. Ochib yopganda lapaqlamasligi uchun 12 li profildan qilib berganmiz. Qanotlarni ham bozlarni 12 li profildan qilib berganmiz. Ruchkalarni yaxshidan qo'yib berganmiz. Ochilib yopishlari ham zo'r. Xohlasa eshigimizning choykilari ham ideal darajada kelgan. Xo'p, bu yerimizda aynaga 2 qavat bo'lgan. Oq oynaga yodiq oyna paket bo'lgan. Bu yerimizga yana 2 qanotli eshik tushgan. Bu yerimizda mana shu balkon qanotlaridan qilib berdik. Bu tomoniga ham balkon profilimizdan ustunlikka qo'ydik. Hop, eshigimizning bu yoqida so'risi bor. So'risini bo'ylari 230. Buni ham eni 260. Bu yerga bittadan ochilish qilib, tepaga bunga porchka qo'yib berganmiz. Bu yerimizda podval eshigi bor. Xo'p, bundan oldin bu yerga eshik romini qilib bergandik. Xudo xolasa mana shagit bola ishni qilyapti. Ruchkasi jinda yoqsirab qo'ygan ekan, almashtirib qo'yapmiz. Xo'p. Xo'p, ichkaridan ko'rinish akalar. Xudo xolasa mana ichkari ko'rinishlari ham tashqaridan bemalol ko'rinadi. Tashqaridan ichkari jinda ko'lanka bo'lib turadi akalar. Xo'p. Ron ruchkalar. Xudo xolasa yaxshidan qo'yib berganmiz. Oynalari 2 qavat. Taglarni alkifon qo'yib berganmiz. Orqadan ko'rinishlari, ustullarni. Zazovlar ham xudo xolasa jag'unaqa katta emas. Hamma yo'g'ini urindan chiqarib, tekizligini ham, liniyasini ham to'g'rilab qo'yganmiz. Hop. Liniyasini ham ko'rishinglar mumkin akalar. Hop. Endi bu yerimizni narx-navosini aytadigan bo'lsak, 28 kvadrat chiqqan. Kvadrati 700 ming so'mdan tushgan akalar. Chunki bu yerga balkondan qilganmiz, eshiklarni bo'lib ham 2 ta eshik tushgan. O'rtaga katta balkon profildan qilganmiz. Ustullarni ham aynalari 2 qavat bo'lgan. Xudo xolasa akifani yaxshisidan, tozasidan bo'lgan. Kecha o'rnatgandik, kech qolib ketdik, qorong'ida syomka qila olmadik. Bugun keldik, ozgina ishimiz qolgan edi. Xo'p, bu yerimiz 19 million 500 ming so'mga to'xtaldi akalar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa sizlarning ishinglarni ham chiroyli qilib borib yetkazib, o'rnatib beramiz. Xudo xolasa aloqadamiz akalar. Bemalol telefon qila olasizlar.